Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan nafaqaxo'rlarimiz hayotiga bevosita ta'sir qiluvchi o'z vaqtida e'tibordan chetda qolgan. Ammo hozirda yangi imkoniyatlar eshigini ochayotgan juda muhim bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1990-yilgacha bo'lgan davrda ta'lim olgan bo'lsangiz, bu video sizning pensiyangiz miqdorini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan kutilmagan, ammo juda yoqimli syurprizni o'z ichiga oladi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz ushbu o'zgarishlardan bexabar bo'lib, o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'larni ola olmayaptilar. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni, hech bir tafsilotni o'tkazib yubormasligingizni so'rayman. Darhol kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Astroris muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling. Avvalo muammoning ildizlarini tushunib olaylik. Uzoq yillar davomida, ayniqsa mustaqillikning dastlabki yillarida va undan keyingi davrlarda pensiyalarni hisoblash qoidalari murakkab bo'lgan. Ba'zi holatlarda esa ta'lim davrlarini, ya'ni o'qish yillarini hisobga olishda tushunmovchiliklar yoki noaniqliklar mavjud edi. Sovet ittifoqi davrida olingan ta'limga oid hujjatlar, diplomlar va ma'lumotnomalarning pensiya hisob kitoblariga kiritilishi har doim ham to'liq va adolatli tarzda amalga oshirilmasdi. Aksariyat hollarda pensiya miqdori faqatgina ish stajiga, ya'ni mehnat daftarchasidagi yozuvlarga asoslanib hisoblanar edi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri qonun bo'yicha ish stajiga kiritilishi kerak bo'lsa-da, amalda bu har doim ham to'g'ri qo'llanilmasdi. Ba'zida o'qish davri umuman hisobga olinmas, ba'zida esa ish staji sifatida emas, balki shartli ravishda past koeffitsiyentlarda inobatga olinardi. Bu esa o'z navbatida ko'plab nafaqaxo'rlarimizning, ayniqsa bilimli, malakali kadrlarimizning pensiya miqdorlarining past bo'lishiga olib kelardi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va pensiya jamg'armasining aniq tushuntirishlari tufayli 1991-yilgacha olingan ta'lim davrlarini pensiya hisob kitoblariga to'liq va adolatli tarzda kiritish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi mamlakatimiz rivojiga o'zining intellektual salohiyati va mehnati bilan hissa qo'shgan, ayniqsa Sovet davrida bilim olib, so'ngra uzoq yillar faoliyat yuritgan insonlarning huquqlarini himoya qilish, ularning mehnatini va o'qish davrlarini munosib qadrlashdir. Endi belgilangan mezonlar asosida 1990-yilgacha bo'lgan ta'lim davrlari to'liq ish staji sifatida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa ko'pchilik uchun pensiya miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Bu shunchaki bir qoida o'zgarishi emas, balki sobiq ittifoq davrining o'ziga xos sharoitlarida ta'lim olgan, ammo keyinchalik o'z pensiya huquqlaridan to'liq foydalana olmagan avlodga nisbatan adolatning tiklanishidir. Bu yangilik asosan oliy ta'lim, o'rta maxsus ta'lim muassasalari, ya'ni institutlar, universitetlar, texnikumlar, kollejlar va boshqa davlat ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qigan fuqarolarimizga taalluqlidir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas? Avvalo shuni bilishingiz kerakki, bu o'zgarishlar sizning ta'lim davringizni pensiya hisob kitobiga ish staji sifatida to'liq kiritish imkonini beradi. Bu shunchaki diplomingizni tasdiqlash emas, balki sizning ta'lim olgan yillaringizning pensiya tayinlashdagi umumiy ish staji tarkibiga qo'shilishi va natijada pensiyaning bazaviy hisob kitobiga ijobiy ta'sir ko'rsatishidir. Astroris kimlar e'tibor berishi kerak? Bu ma'lumotga birinchi navbatda 1931-yil 30 avgustgacha O'zbekiston mustaqillikka erishgan sanaga qadar 11 rasmiy ta'lim muassasasida universitet, institut, texnikum, kollej, kasb-hunar maktabi, ta'lim olgan va hozirda nafaqaxo'r bo'lgan yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqmoqchi bo'lgan har bir fuqaro diqqat qilishi kerak. Ayniqsa o'zining pensiya hisob kitobi faqat ish joyidagi yozuvlarga asoslangan holda amalga oshirilgan va ta'lim davri yetarli darajada inobatga olinmagan deb hisoblaydigan shaxslar. Bu qoidalar sizning pensiyangizni qayta hisoblatish imkoniyatini beradi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining tegishli moddalariga ko'ra oliy o'quv yurtlarida, aspiranturada, ordinaturada, klinik ordinaturada kunduzgi o'qish davri ham ish stajiga qo'shilishi belgilangan. Lekin amaliyotda bu band har doim ham to'liq qo'llanilmas edi.
Endi esa bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Aslida kimlar bevosita ta'sir qilmasligi mumkin, ammo baribir tekshirib ko'rish foydali. Agar sizning pensiya miqdoringiz hozirda ham ancha yuqori bo'lsa yoki sizning ish stajingiz ta'lim davrini hisobga olmaganda ham pensiya tayinlash uchun yetarli va maksimal darajada bo'lsa, bu o'zgarishlar sizga katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Biroq shunga qaramay, har qanday holatda ham pensiyangizni qayta hisoblatish imkoniyatini ko'rib chiqish ortiqcha bo'lmaydi. Chunki hatto ozgina miqdordagi o'sish ham uzoq muddatda sezilarli foyda keltiradi. 1900-yildan keyin ta'lim olganlar uchun esa bu qoidalar biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki ularning ta'lim davrlari ehtimol pensiya hisob kitobiga avvaldan to'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ammo baribir agar shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Keling, endi bir nechta real misollar orqali bu qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Asosiy bir misol muallima Gulnora Opa, oliy ma'lumot. Gulnora Opa 1968 yilda Toshkent pedagogika institutini tamomlagan. U 1963 yildan 1968 yilgacha. Ya'ni 5 yil davomida kunduzgi bo'limda tahsil olgan. Institutni tugatgach, u 30 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Gulnora Opaning pensiyasi dastlab hisoblangan edi. Uning 5 yillik o'qish davri qisman yoki umuman ish stajiga kiritilmagan edi. Chunki o'sha davrdagi amaliyotda ko'pincha pullik ish stajiga ko'proq e'tibor berilar edi. Yangi tushuntirishlarga ko'ra. Gulnora Opaning 5 yillik oliy ta'lim davri endi to'liq ravishda pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Agar, masalan, har bir qo'shilgan o'qish yili pensiya bazasiga o'rtacha 30 ming so'mdan qo'shsa, 5 yil uchun bu miqdor 1,5 ming so'mga yetadi. Agar Gulnora opaning hozirgi pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash natijasida uning oylik pensiyasi 1 million 6,5 ming so'mga oshishi mumkin. Bu faqatgina taxminiy raqamlar bo'lib, aniq miqdorlar shaxsning ish haqi, staji va boshqa koeffitsiyentlarga bog'liq. Bu holatda pensiya miqdorining oshishi Gulnora opaning o'sha davrdagi o'qishining qiymatiga, uning o'qishdan keyingi ish haqi koeffitsiyentlariga ham bog'liq bo'ladi. Ammo har holda pensiyaning oshishi aniq bo'ladi. Eski tizimda ba'zan ta'lim davrlari, ayniqsa Sovet davridan mustaqil O'zbekiston pensiya qonunchiligiga o'tish davrida noaniqliklarga uchragan. Hozirgi talqinlar bu adolatsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Asar 2 misol. Muhandis Olim aka, Texnikum Pluk Universitet. Olim aka 1945 yildan 1968 yilgacha, ya'ni 3 yil davomida texnikumda tahsil olgan. So'ngra 2 yil ishlagan, keyin esa 1960 yildan 1965 yilgacha, ya'ni 5 yil universitetda o'qigan. U 35 yillik rasmiy ish staji bilan nafaqaga chiqqan. Ammo uning texnikumdagi 3 yillik ta'lim davri hech qachon to'liq hisobga olinmagan. Universitetdagi 5 yillik ta'limi esa minimal staj sifatida yoki umuman hisoblanmagan. Yangi qoidalariga ko'ra, Olim akaning texnikumdagi 3 yillik va universitetdagi 5 yillik ta'lim davrlari to'liq ish staji sifatida tan olinishi mumkin. Bu degani uning pensiya stajiga jami 8 yil qo'shiladi. Agar uning hozirgi pensiyasi 1800 ming so'm bo'lsa, 8 yil qo'shimcha staj har bir yil uchun, masalan 25 ming so'm bazani oshirish hisobiga uning oylik pensiyasiga 200 ming so'm qo'shishi mumkin. Natijada uning pensiyasi 2000 ming so'mga yetishi mumkin. Ko'pincha kasb-hunar ta'limi davrlari oliy ma'lumot yoki bevosita bandlikka nisbatan e'tibordan chetda qolar edi. Hozirgi harakat esa 1990 yilgacha olingan barcha rasmiy ta'lim davrlarini yanada adolatli baholashga qaratilgan. 3 misol. Shifokor Dilorom Opa, Tibbiyot instituti Puloq internatura. Dilorom Opa 1990 yilda Tibbiyot institutini tamomlagan. 1994 yildan 1990 yilgacha 6 yil o'qigan va 1991 yilda internatura klinik ordinatura tugatgan. Uning pensiyasi asosan shifokor sifatida ishlagan 30 yildan ortiq stajiga qarab hisoblangan. Institutdagi 6 yillik ta'lim va internatura davri esa to'liqdan olinmagan yoki juda past koeffitsiyentda hisoblangan. Yangi qoidalarga ko'ra, Dilorom opaning institutdagi 6 yillik o'qish davri va internatura davri, agar u 1991 yilgacha bo'lgan ta'lim tuzilmasining majburiy qismi bo'lgan bo'lsa, to'liq hisobga olinishi mumkin. Bu uning pensiya stajiga 6-7 yil qo'shimcha muddat qo'shishi mumkin. Agar uning pensiyasi 2200 ming so'm bo'lgan bo'lsa, bu uning oylik pensiyasini 2007 dan 1300 ming so'mga oshirishi mumkin. Masalan, uning pensiyasi 2500 ming so'mga yetishi mumkin.
shifokorlar yoki o'qituvchilar kabi ba'zi kasblar majburiy uzoq muddatli ta'lim yoki internaturani talab qilgan. Ammo ular avvalgi pensiya hisob kitoblarida har doim ham optimal tarzda hisoblanmagan. Yangi qoidalar ushbu bag'ishlangan yillarning adolatli tan olishini ta'minlashga qaratilgan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar hech bir qoida istisnolarsiz bo'lmaydi. Bu holatda ham diqqat qilish kerak bo'lgan ba'zi jihatlar mavjud. Bu bo'limda biz aynan shu istisnolar. Siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq nuanslar haqida batafsil to'xtalamiz. Istisnolar milliy. Barcha ta'lim davrlari ham hisobga olinmasligi mumkin. Bu qoidalar asosan kunduzgi bo'limda davlat tomonidan tan olingan ta'lim muassasalarida olingan ta'limga tegishli. Masalan, sirtqi yoki kechki bo'limda o'qish davrlari uchun qoidalar boshqacha bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi hollarda agar ular asosiy o'qish shakli bo'lgan va rasman tan olingan bo'lsa, ular ham kiritilishi mumkin. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Misol uchun, agar fuqaro sirtqi bo'limda o'qiyotgan va shu bilan birga rasman ishlagan bo'lsa, uning ish staji o'sha ish davri bilan hisoblanadi va o'qish davri qo'shimcha ravishda kiritilmaydi. Chunki u ikki narsani bir vaqtda bajargan hisoblanadi. Faqat rasmiy ravishda davlat ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda doimiy o'qigan davrlar muhim ahamiyatga ega. 2. Syurpriz. Asosan 1991 yilgacha ta'lim olganlar uchundir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yangilik aynan 1991 yilning 30 avgustigacha tugallangan ta'lim davrlariga tegishli. Bu sanadan keyin olingan ta'lim uchun qoidalar odatda boshqacha bo'ladi yoki ular pensiya hisob kitobiga avvaldan to'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Agar siz 1991 yildan keyin o'qigan bo'lsangiz, sizga ham pensiyani qayta hisoblatish huquqi berilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu videoda aynan 1991 yilgacha davrga urg'u berilmoqda. Pensiya avtomatik tarzda qayta hisoblanmaydi. Bu eng katta tuzoqlardan biridir. Pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringizni avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqmaydi. Siz bu huquqdan foydalanish uchun mustaqil ravishda ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Agar siz murojaat qilmasangiz, sizga tegishli bo'lgan mablag'larni ola olmasligingiz mumkin. Ko'pchilik ular bilishlari kerak deb o'ylaydi. Ammo qonunchilikka ko'ra bunday holatlarda fuqaroning o'zi tashabbus ko'rsatishi lozim. Astirish tuzoqlar. Astirish hujjatlarining yo'qolishi eng keng tarqalgan muammo. Diplomlar, shahodatnomalar, akademik ma'lumotnomalar yoki arxiv ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan yo'qolgan, shikastlangan yoki o'qilmaydigan holga kelgan bo'lishi mumkin. Bu o'qish davrini isbotlashni juda murakkablashtiradi. Misol uchun, siz 1 yil oldin o'qigan institut hozir mavjud bo'lmasligi yoki nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda eski arxivlarni topish uchun ko'p vaqt va kuch sarflashingizga to'g'ri keladi. 2. Ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar, hujjatlardagi ism, familiya otasining ismi, masalan, turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgarishi. Ta'lim muassasasi nomi yoki o'qish sanalaridagi farqlar pensiya hisob kitobini kechiktirishi yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir kichik tafsilot muhim. Masalan, diplomda ismingiz Gulnora ko'rsatilgan bo'lib, pasportingizda Gulnoraxon bo'lsa, bu tushunmovchilikka olib kelishi mumkin. Byurokratiya garchi qonuniy maqsad aniq bo'lsa-da, amalda mahalliy pensiya jamg'armasi xodimlari orasida ba'zan ushbu yangi qoidalardan to'liq xabardor bo'lmaslik yoki byurokratik to'siqlarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar talab qilishlari yoki jarayonni cho'zishlari mumkin. Sabrli va talabchan bo'lishingiz kerak bo'ladi. 4. Astirish qoidalarini noto'g'ri tushunish. Ba'zi fuqarolar har qanday kurslar yoki qisqa muddatli ta'lim dasturlari ham hisobga olinadi deb o'ylashlari mumkin. Ammo yuqorida ta'kidlanganidek, bu odatda kunduzgi bo'limda. Davlat tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan rasmiy ta'limga tegishli. Harbiylik yoki militsiyada xizmat qilish bilan bog'liq o'qishlar ham o'ziga xos qoidalarga ega bo'lishi mumkin. Noaniq nuanslar. 1. Arxiv qidiruvlari. Agar asl hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, siz ta'lim muassasasining yoki uning vorisining arxiviga yoki markaziy davlat arxivlariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon ancha uzoq davom etishi mumkin. Ba'zan arxivlardan ma'lumot olish uchun bir necha oylar ketishi mumkin. Shu sababli iloji bo'yicha tezroq harakat qilish zarur. Sizdan arxiv ma'lumotnomasi yoki arxivdan ko'chirma talab qilinishi mumkin. 2. Astirish koeffitsiyentini qo'llash. Astirish bu shunchaki yillarni qo'shishdan iborat emas. Har bir yilga beriladigan qiymat turlicha bo'lishi mumkin.
pensiya formulasi o'rtacha ish haqi va boshqa koeffitsiyentlarni hisobga oladi. Ta'lim davri bu o'rtacha qiymatga qanday ta'sir qilishini tushunish muhimdir. Ba'zi hollarda ta'lim davrida ish haqi olinmaganligi sababli bu davr uchun shartli ravishda o'sha davrdagi o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari qo'llanilishi mumkin. Uch, boshqa imtiyozlarga ta'siri kamdan kam hollarda bazaviy pensiyani qayta hisoblash boshqa tegishli imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Ammo odatda bu foydali bo'ladi va pensiya miqdori oshadi. Pensiya miqdorining oshishi bilan turli ijtimoiy dasturlar yoki yordamlar uchun belgilangan chegaralardan oshib ketishingiz mumkinmi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu ham e'tiborga olinishi kerak. O'qish davomiyligini isbotlash. Astirish faqat diplomning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan o'qishning aniq boshlanish va tugash sanalarini ko'rsatadigan akademik ma'lumotnoma, transkript yoki arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Agar diplomda faqat bitirgan yil ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizdan o'qishning boshlanish oyini ham tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bu jihatlarni bilish sizga jarayonda to'g'ri harakat qilishga va kutilmagan qiyinchiliklarga tayyor bo'lishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Pensiyangizni qayta hisoblatish uchun konkret qadamlar qo'yishingiz kerak. Mana siz uchun batafsil yo'riqnoma asl qadam. Hujjatlarni to'plash bu eng muhim qadam. Pensiya jamg'armasi sizning da'volaringizni tasdiqlovchi hujjatlarga tayanadi. Asl diplom, shahodatnoma, attestat yoki boshqa ta'lim hujjatlari bu sizning ta'lim olganingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Agar bir nechta ta'lim muassasasida o'qigan bo'lsangiz, barcha diplomlarni to'plang. Akademik ma'lumotnoma, transkript yoki o'qish haqida arxiv ma'lumotnomasi agar mavjud bo'lsa, bu hujjatda sizning o'qishning aniq boshlanish va tugash sanalari, o'qish shakli, kunduzgi, sirtqi va mutaxassislik ko'rsatilgan bo'ladi. Agar asl nusxasi yo'q bo'lsa, ta'lim olgan muassasangizdan arxiv ma'lumotnomasini olishga harakat qiling. Bu ayniqsa diplomda faqat bitirgan yil ko'rsatilgan holatlar uchun juda muhim. Mehnat daftarchasi. Bu sizning butun ish stajingizni aks ettiruvchi asosiy hujjatdir. Uni ham nusxasini olishga tayyor turing. Pasport va pensiya guvohnomasi. Shaxsingizni tasdiqlovchi va pensiyani olganingizni ko'rsatuvchi hujjatlar. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar sizning familiyangiz, masalan, turmushga chiqqandan keyin o'zgargan bo'lsa va ta'lim hujjatlarida eski familiya ko'rsatilgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi boshqa hujjat talab qilinadi. Bu hujjatlar sizning o'qish davringiz va hozirgi shaxsingiz o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlaydi. Eng qadam qayerga murojaat qilish kerak? O'zingizning tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu sizning asosiy aloqa nuqtangiz. Yashash joyingizdagi yoki pensiya tayinlangan joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ularga barcha to'plangan hujjatlar bilan shaxsan boring. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, birinchi navbatda ta'lim olgan muassasangizga yoki uning hozirgi vorisiga murojaat qiling. Ularning arxivlarida sizning o'qishingiz haqida ma'lumotlar saqlangan bo'lishi kerak. Agar ta'lim muassasasi endi mavjud bo'lmasa yoki ma'lumotlar topilmasa, hududiy viloyat yoki markaziy davlat arxivlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayon ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Arxivlardan ma'lumotnoma olish uchun yozma ariza berishingizga to'g'ri keladi. Asosiy 3 qadam: ariza yozish, Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Ariza adresati. Arizani pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'ining nomiga yozing. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, arizada to'liq ismingiz, familiyangiz, otasining ismi, pasport seriyasi va raqami. Yashash manzilingiz va hozirgi pensiya raqamingizni aniq ko'rsating. Talabning mazmuni pensiyangizni qayta hisoblashni so'rashingizni aniq yozing. Xususan 1961 yil 1 sentyabrgacha o'qish boshlangan sanadan o'qish tugagan sanagacha ta'lim muassasasining nomida olgan ta'lim davrimni pensiya stajiga kiritish qayta baholash orqali pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. O'qish davringizni imkon qadar aniq ko'rsating. Ilova qilingan hujjatlar ro'yxati, ariza ilova qilingan barcha hujjatlarning diplom nusxasi, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi va h.k. ro'yxatini keltiring. Javob talab qilish. Sizning arizangizga qonuniy belgilangan muddatda yozma javob berishlarini so'rang. Bu sizning huquqingizdir.
arizaning nusxasini saqlash. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi, kirim shtampi, sana va imzo qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Astis ko'rgadam jarayonni kuzatib borish. Arizani topshirib uni unutmang. Astis muddati odatda ariza ko'rib chiqish muddati 25 yurt ish kunini tashkil etadi. Shu muddat ichida javob olmasangiz yoki jarayon uzoq cho'zilayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qiling va arizaning ko'rib chiqilishi holatini so'rang. Ashlash talabchan bo'ling, ammo xushmuomala. Sizning haqli talabingizni qanoatlantirishlarini so'rang. Rad javobi olgan taqdiringizda rad etishning aniq huquqiy sababini yozma ravishda berishlarini talab qiling. Bu keyinchalik shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish uchun juda muhimdir. Asrash huquqiy maslahat. Agar siz asosli sababsiz rad javobiga duch kelsangiz yoki jarayonda asossiz qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali yuridik maslahat olishni ko'rib chiqing. Huquqshunoslar sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam berishlari mumkin. Asosiy 5 qadam. Kechiktirmang. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, pensiya miqdoridagi har qanday potensial o'sish shunchalik tezroq kuchga kiradi va siz bu mablag'lardan foydalana boshlaysiz. Har bir o'tgan kun sizning haqli daromadingizni bo'y berishingizga sabab bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek bu shunchaki bir qo'yda emas. Balki mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z bilim va mehnati bilan hissa qo'shgan har bir fuqaroning haqqini adolatli ravishda tiklashga qaratilgan muhim bir imkoniyatdir. Agar siz 1991 yilgacha ta'lim olgan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblatish orqali daromadingizni oshirishga haqlisiz. Bu sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizni yaxshilash uchun real imkoniyatdir. Sizga berilgan har bir qo'shimcha so'm, ayniqsa nafaqada ekaningizda, hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu muhim ma'lumotni o'tkazib yubormang. Agar sizda savollar bo'lsa, ularni sharhlar bo'limida yozib qoldiring. Men va jamoam sizning savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Shu bilan birga bu videoni yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz va ayniqsa keksa qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring. Ular ham bu imkoniyatdan xabardor bo'lsinlar va o'z huquqlaridan to'liq foydalana olsinlar. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlar tayyorlashga yordam beradi. Sog' bo'ling va moliyaviy savodxonligingizni oshirishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha